Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimisilar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Bu yil 10 yanvar kuni Taylandda tutib turilayotgan 48 nafar Uyg'ur uchur avatib, xalqaro jamiyat va kishilik huquq tashkilotlaridan Xitoy qaytarilish ehtimoli borligi haqida jiddiy yordam chaqiriq e'lon qilgan edi. Garchi Tayland hukumatı bu haqda rasmiy bayonot e'lon qilmagan bo'lsa-mu, ammo Tayland xon jamiyat hukumatı tarafidan bu Uyg'urlarning chegaradan qo'g'lab chiqarilishi to'g'risidagi munozarasi sababidan Tayland parlament a'zolari va tutqunlarning tuqqanlari bundaq bir voqeaning yuz berishidan ansirab, xalqaro jamiyat va hukumatlarni ko'z yummaslikka chaqirdi. Navbatda Taylandda tutib turilayotgan bu Uyg'urlarning yordam talab qilgan xatida bildirishicha, ularni Tayland doiralari 8 yanvar kuni Xitoyga o'z ixtiyorligi bilan qaytishga qo'shilgan hujjatga imzo qo'yishni talab qilgan. Ular imzo qo'yishni rad qilgandan keyin Tayland doiralari ularning ayrim suratlarini tartgan. Kishini cho'chitadigan bu ishlar Tayland bilan Xitoyning diplomatik munosabatlarining 50 yilligiga tayyorlik qilayotgan payti yuz bergan bo'lib, bu Beijingdan bu musofirlarni qaytarish haqida Tayland tarafga besim qilganligidan bo'lishi mumkin ekan. Bu haqda bugun stansimizning ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Alovuddin apandi mundaq deydi. Dünya Uyghur Qurultayı Taylanddaki qarindoshlarımızning yana bir qatim Xitoyga qaytarilish xavfiga duch kelganlik xabarini anglagan hamon darhol harakatga o'tdi. Bu jarayonda Yevropa Birligi, Amerika Kongresi, Birleşken Devletler Teşkilatı, Muhacirlar Ali Komissiyasi ve Xalqaro Kishilik Huquq Kuzatish Teşkilatı, Xalqaro Kechirim Teşkilatı degandek teşkilatlar bilan ciddi şekilde aloqalashib, bu qarindoshlarimizni qaytarilishini to'sib qilish haqida jiq harakatlarni olib bordi. Ve ondan başka yana Tayland elçixonalarining oldida namoyish olib berish orqali ularning qaytarilishini to'sib qilish haqida planlarni tuzib, tayyor bo'lgan holatda, jiddiy holatda turib endi tungungi xabarlarga qaraganda, tungun bizga kelgan xabarda o Tayland hukumati o qarindoshlarimizni Xitoyga qaytarmaydiganligiga va'da berdi. Shuning asosan biz endi yanamo bularni endi qaytarilib ketish xavfidan garchi qutulgan bo'lsa-mu, ammo bularning umrvoyat o turmada yetishi albatta insonning vijdoniga sig'maydi va vijdonimiz buni qabul qilmaydi va xalqaro qonun tuzum, kishilik huquq, erkinlik degandek bu xalqaro qonun tuzumlariga uygun kelmaydi. Shuning uchun bu qarindoshlarimiz albatta bu turmadan qutulib chiqish kerak. Gerçi vaqtincha Xitoy qaytarilib ketish xavfi bo'lmasa-mu, bularni qutuldirish uchun yana harakatni to'xtatmasligimiz kerak. Shuning uchun biz oldimizdagi kunlarda jiddiy shaklda butun davlatlarda Tayland elçixonalarining oldida namoyish qilish orqali bu qarindoshlarimizni erkin qo'yib berilishi uchun harakat qilyapmiz va undan boshqa yana munosabatli advokat, xalqaro advokatlar jamiyati advokatlar bilan ko'rishib, bu masala ustida jiddiy izlanyapmiz. Yana shundaqla xalqaro tashkilotlar va davlatlar BDT'ning Muhacirlar Ali Komissarlığı bilan yana aloqalashayapmiz. Bularni qutqizish haqida va Yevropa parlamentidami bularni Yevropa davlatlarining birisiga o'rinlashtirishga harakat qilyapmiz. Kanada, Amerika, Avstraliya qatorliq demokratik davlatlar bilan aloqalashayapmiz. Bu davlatlarning qaysi biriga bo'lsin, bu qarindoshlarimizni erkin yaşaya oladigan, erkin azoda turmush kechira oladigan bir davlatga elib ketib, aşağıda hayotini davomlashtiradiganga harakat qilyapmiz. İnşallah bu yaqin fursatda bu qarindoshlarimizni qutulish yo'li chiqadi inshaalloh. Biz buning uchun harakat qilyapmiz. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining muavin raisi Po'lat Saim apandim
Bu haqda to'xtalganda Dünya Uyg'ur qurultayının 2014 yildan hozirgacha Taylandlik Uyg'urlarning qo'yib berilish uchun izchil kuchayib kelayotganligini va bu xabar chiqqandan keyinmi har qaysi hukumat organlari, xalqarалық tashkilotlar va advokatlar bilan jiddiy aloqa qilayotganligini bildirdi. Tayland ko'chmanlarni tutib turish organlarida tutib turilayotgan qarindoshlarimiz ya'ni 2 oydan keyin 11 yil bo'ldi desak bo'ldi. O'z vaqtida Tayland chegarasidan qonunsiz kirdi degan jinoyat bilan tutilib jarimalarni to'ldi. Hatto 6 oydan 2,5 yilgacha turma jazolarini oldi. Lekin shuningda bu qonun bo'yicha bular erkinlikka chiqish kerak. Shu jarimani to'laydi ham turma jazolarini oldi. Lekin shuning uchun yana ular nimaga erkinlikka chiqolmadi. Dünya qurultayı bo'lish sifatimiz bilan bularga yillardan tortib ularga yordam qilib keldik. Yordam qilyapmiz har jihatdan. Lekin yana bo'lmayotdi. Hozirning o'zida mana shu kunning oldida biz shu xabarni olgandan keyin nihoyatda tezlik bilan ularga yana qo'limizdan kelishicha yordamlarni qilyapmiz. Advokatlarni izladik. Advokatlar orqali so'zlashyapmiz. Tayland hukumati, Tayland bosh hukumatniki yuqori darajadagi amaldorlari bilan ularga qaytarmaslik uchun iltimoslarni qildik. Ular bilan so'zlashib, yaxshi natijalarga erishdik. Hamda bizningki qo'limizdan kelishi hamda shunchalik ekan. Uningdan boshqa hamda bizning qilayotgan ishlarimiz hamda az emas. Hamda ba'zi jiq narsalarni so'zlab kelsak, hammamizga ayon hamda biz bir tashkilot. Taylandlik Uyg'urlar 2014 yili 3 oydan boshlab Taylandning Bangkokdagi Sunfilo ko'chmanlarini tutib turish markazida tutib turilayotgan bo'lib, bular 2014 yili Xitoyning janubi orqali Taylandga qochib chiqqan va Tayland orqali Turkiyaga ketib bormoqchi bo'lgan 350 Uyg'ur musofirlarining bir qismi edi. 2015 yili 7 oyda ayollar va bolalarni o'z ichiga olgan 173 Uyg'ur Turkiyaga yetkazib kelingan edi. Shu yili 109 nafar qolgani ayollar va bolalarni o'z ichiga olgan Uyg'urlar majburiy Xitoyga qaytarilgan edi. Navbatda 2014 yildan buyon Taylandda tutib turilayotgan Uyg'urlardan 2 balani o'z ichiga olgan 5 kishi nachar sharoit sababidan qazo qilgan. Bir turkum mustaqil BDT mutaxassislari 2024 yili 2 oyda Tayland hukumatiga aloqa avatib, o'zlarining andishisini ifodalagan va Tayland hukumatini bu kishilar haqida uchur bilan ta'minlashga chaqirgan edi. Shundaqla yillardan buyon Dünya Uyg'ur qurultayı va boshqa Uyg'ur tashkilotlari izchil Tayland hukumatini xalqaro musofirlarni qaytarmaslik prinsipiga amal qilishga, ushbu musofirlarni Xitoy qaytarmaslikka chaqirgan edi. Dünya Uyg'ur qurultayı davomli xalqaro jamiyatga bu masalani ommaviy va xusus kanallar orqali o'tirib qo'yib, navbatda Taylandda tutib turilayotgan Uyg'urlarning bexatarligi kapolatlik qilish va ularning chegaradan qo'g'lab chiqarilishini to'xtatishni murojaat qilish bilan birga Dünya Uyg'ur qurultayı muhojirlar markazi ushbu Uyg'urlarning masalasi uchun izchil turda Taylanddagi kishilik huquq tashkilotlari va munosabatli o'rinlar bilan aloqa qilib kelmoqda. 10 yanvar kuni Germaniyaning Myunxen shahrida Dünya Uyg'ur qurultayining markaziy ishxonasida qurultayning markaziy organiga bevosita qarashliq maoshli kasbiy xodimlarning 2025 yillik xizmat plani uchun ochilgan yillik yig'ini 12 yanvar kuni butun kun tartiblarini to'liq o'rindab, muvaffaqiyatli holda oxirlashdi. Qurultay raisi Turg'unjon Alovuddin apandimning bevosita riyosatchiligida ochilgan mazkur yig'inga qurultayning markazdagi rahbarlari va xizmatchi xodimlari, qurultayning har qaysi allarda ta'sis qilgan ishxonalarining mudirlari qatnashdi. Bu yig'inda qurultayning har qaysi allarda ta'sis qilgan ishxonalarining mudirlari va qurultayning markazdagi xizmatchi xodimlarining 2024 yillik xizmat doklati va 2025 yillik xizmat plani ko'zdan kechirildi. Dünya Uyg'ur qurultayı markaz organi tarafidan har yili yilning 5ida qarorlik holda ochiladigan mazkur yig'in qurultayning markaz organiga bevosita qarashli xodimlarining xizmat faoliyatlarini o'rinlashtirish va shuningga qarata yillik kalendarni tuzib chiqishni asos qilgan bo'lib, bu yilgi yig'inda 8 navbatli qurultayda e'lingan va qurultay ijroiya komiteti tarafidan ma'qullangan qarorlarni amaliylashtirish va Uyg'ur davosining xalqaro kun tartibida tutib turilishining konkret tadbirlari asosli tema bo'lgan. Hürmetli görürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.